Bir odam qo'ni-qo'shnilarini har kuni chaqirib uyiga mana shu temirni ishlab tur derkanda, minusni u yoqqa, plyusni bu yoqqa qilib, "Men yopishtirib olay" deb svarka apparat bilan tokka urdirib qochirarkanda, ustidan kularkan. Uni qo'shnilari payqab qopdiki, bir payti bittasi maslahat qilibdi. "Kelinglar, men bugun bir shuni poylaychi ishlaymiz" degan ekan. "Ha, bo'pti" debdi. Yon qo'shnisi ertalab baqirarmish. "Qo'shni, men bugun ishdan qoldim, chaqiring bir otamlashamiz" degan ekan. "Oh" debdi-yu, buni miyasiga tok kelibdi. Bir payti poylab turgan ekan, minusni u yoqqa, plyusni bu yoqqa tashlabdi-da. Qo'shnisi kirishi bilan, "Mashina ishlab turing qo'shni, men mashina yopishtirib olay svarkada" deb shart ushlagan ekan, tok uribdi. "Voy, yaramas tok urdi-yu" deb qochib ketibdi. Keyin uyiga kiribdi-da, bu ham shart plyusni yoqqa qilibdi, minusni stoliga o'rab, "Bir qo'shnimni men ham tokka urdiray" debdi-yu, shart uyiga chaqirayotgan emish. "Qo'shni, chiqing, sexdan muzdek musallas olib keldim, otamlashamiz" desa, bu ham shart chiqibdi-yu, borib skameykaga shundoq o'tirgan ekan. "Voy shayton, tok urdi mana" degan ekan. "Ya nima, qo'shni, shuncha payt biz chidab keldik. Siz ham bir chidab oxirigacha o'tirib ko'ring" dermish.